Abu Hurayra roziyallohu anhu haqida bir ikkita ma'lumot aytib bermoqchimiz. Yengimni ichida mushuk bo'lib, bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurida o'tirsam, mushugim miyovlab qolibdi endi. Ovoz chiqardi dedi. Bu nimani ovoz dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Ya Rasululloh, men mushugni yaxshi ko'raman. Mana bu mushukning ovozi dedi. Sen Abu Hurayra ekansan unda dedi. Hurayratul mushuk dedi. Degan. Abun ota degan. Bu aslida ism emas, balki kunye deb nomlanadi. Ustimda kiyib yurgan kiyimimni yengi juda keng bo'lar edi dedi. Va men qo'ylarni boqib yurar edim. Qo'y boqib yurganimda qo'limda bir mushukcham bo'lar edi dedi. Qo'ylarimni olib borib qo'yib yuboradimda, daraxtga mushukchani chiqarib qo'yar edim. So'ngra qo'ylarimni boqib bo'lgandan keyin qaytib kelatib, yana men mushukchani olib kelardim dedi.